光给这天河，以那平川的戈壁太阳，放开火炉啊，唱歌。河水向东流，哎，太阳又东升，爬上了撒脸儿的高山顶，朝家望着北京城，航海连接着天边大山，冲破了云层，维持万里的文娱啊，捎份心眼儿到北京。Pinhan Mervayt'ten bir xabar bormi? Yo'q. Onunla bir kelishmaslik bo'lmagandi, ha? Anlasam, sizde bir xotan qaşdeşi bileyciki var ekan. Xuddi Qarqurum ko'lidek sirliq deb anladım. Kimdan anladınız? To'yga yetilgan bir odamdan anglab edim. Onun degani rostmi yoki yolg'onmi? Rost. Siz sabır olamsiz? He, beni malaika kaldırıp koygan. Buyruğunuzni o'g'irlayman. Ratsiya qayerda? Buni ip ketamsiz? Yo'q. Men ip kessam be'ab bo'ladi. Mush yerda tursin. Malaikaning yo'l yo'riqi shu. Yo'llar ravon. 2 oy ichida Tahirni jizman qaytarib olishimiz kerak. Sabr, odamlarimizga yetkazing. Harakatni boshlaylik. Bo'lmasa bu Tahirda tunji qipli qolamiz. Qarabek, Azatlık Armiya sarkardisi. Teşliqmi? Teşliqmi? Nima? Mushundaq kundimi muzdaq chiqamsiz? G'azalxon degan hammali yani o'z makonim deb biladi. Odam balik yerda mening naqsh ovozim bo'lmasa bo'lamdi. Yanpayjon, men bilan birga salir teg'i berib, aynib kelamsiz. Bo'lmas bekar. Mening xizmatim siznikidek erkin emas. Har qanday qavat yerlarga siz bora olasiz. Mening yana bu yer qiladigan ishlarim bor. Undaqda qo'ylarimning sutini ichamay, chaga ravabimni anlayamag'dak sizda.
Beni bek taqazza qilib o'tmang, Juma. Shundoq deyalaymanki, havo mushundaqmi bo'lsa, siz u yerda aralı bir yerim ay tura olasiz. Qar yig'ib tag'uyla to'silib qolsa, qaytib kelang. Biroq Qarabek, tag'da ehtiyot qiling. Ravobning tarixini uzib o'tmang. Bu yerda Tosh Muhammaddek tarix yasaydigan odamni topolmaysiz. Agar peshkanlikka uchrab qolmasam-da. Qarabek. Bek ehtiyot qiling. Xotirjam bo'ling. Yanpayjon. Biz kelganni ko'rishaylik. Xo'sh. Kelganni ko'rishaylik. Qizchaq, naqshingiz nimancha bo'la? Hasratlik. Qarabek. Yurtimga qaytib berib,
Tuqqanlarımni ko'rsam deyman. Qarabek! Voy, Begi. Qarabek! Biz yeni görüşdük. Qarabek, sen mi kep qapsan qo'y? Tahardan kelgansan qachon? Ha, Begi. Üstümge taharının quyosh nuri tushsa, oyog'imda taharning tuprog'ini datsab yuryaptiman. U yerning tog' daryolarimi o'zlariga salom yo'lladi, Begi. Qarabek, yurtni seg'indim. Bakmi seg'indim degina. Yigit, yaraysan Juma. O'zing yolg'iz keldingmi? Putimda bir jup kashim, qo'limda ravobim bo'lsila, hamma yani o'z makonim deb bilaman desizlar. Yolg'iz kelganingga qaraganda yuraging bakan Juma. Sen faqat Moni begimga naqsh etib qo'ymaydigansan. Men tabiatdagi gul chechaklarni yaxshi ko'raman. Shundaqla naqsh etishim amroqman. Albatta, yana go'zal qizlarni yaxshi ko'raman. Marvarining aşı jalbkar ko'zlari xuddi osmondagi yulduzlardek chaqnab, meni mushiyaga boshlab keldi. Yana begimni seg'indim. Ma'qul, Mayingjon. Qarabek bilan yurtdagi ahvollar to'g'riliq paranglashib olay. Yani so'raydiganlarimiz bo'lsa, uyga borganda so'rasiz. Ma'qul, sizlar paranglashavaringlar. Jahondar yingja. Eyliqqa Qarabek zada qanday odamdir? U mah, gumonlanmasangiz bo'ladi. Tojiklarning hammasi uni otini obdan biladi. Men o'lganini so'ramadim. Eliq tirikini so'rayaptiman. Tirigini? U kaptimi? Bu qumdavondan hatto bir uchar qanot uchib o'ssimi etib tushirib, nereden kelganligini bilishimiz kerak. U mening cho'ng ishlarimga daxl qilmasin. Taharga qo'y baqili keladiganimni burunroq bilgan bo'lsam, hargiz kelmaydim. Cho'jafaq, bu qanday istar? Ha? Bu qo'y beqishmo bir xil inqilobiy xizmat tursa, astoydil muomala qilasan-da. Ha? Uqdingmi? Hey. Nima degan bemanlik bu? He? Do'dashim. Ha. Sana o'zim yozgan she'rni o'qib beray, ya. Qara. Muztaq ostida. Yayloqda. Ziminda. Tuproq ustida. Qo'ylar o'tlamoqda. Kalalar cho'pimakda. Otlarmi cho'pimakda. To'xta bo'ldi. Mushunimi she'r da'vatamsan? Ha? She'r bo'lmay nima? Bo'lamdi-ku. Ha? Yozganim bo'ptimi? Ha, bo'pti. Maqtaman, rahmat. Ola, bu asılını kalınır mı? Eğer silinin olsa kalını ölürge apıp verelim mi? He, baba, ketmişler. He, baba! Baba! Hey. Çocuğa ikimiz o kalını elik çarvıçıga apırıp edik. Çarvıçı o kalını görüp, kalının başlarını sılap Peyda, çıkıp o gitti. dili yıkılıp gitti. Ras, Yaxshi go. Bu çarvıcı tuncu bulup kalasını tonuvagilik yaptı. Birinchisi bo'lgan ekan, endi ikkinchisi mi bo'ladi, uchinchisi mi bo'ladi? Dudashang, Shojefang. Qo'yganlarni obdan beqo'ydinglar, natijasi chiqdi-ku mana. Peyjam, mening askarlarim shundoq yaramliq. Jang qilib qolmay.
Yana texi millatlar xizmatini yaxshi ishlaydi. Shu emasmi? Peycan, endi o bizni yani qo'y kallarni baqqili sanmazsiz, ha? O'zinglar deb yiqinglarchi. Yana davomli beqinglar. Ma'qul. Peycan, çatak oldu. Gözlerimini korçup aldı. Kimdeysen? Kalasını tonuqlu bağın çarıvçını akşam biri öldürüp ötüptü. Dervazdan aldığı nurgun adam toplanıp aldı. Bizden size katil da batıdı. Yürü onlar. 1, 2, 1. Anlat duruş. Bugün katilini tapşırıp verirsiler. Eğer tapşırmaydı ikensiler, bugün silah içinimizde tikip koyduk. Yurttaşlar! Yurttaşlar! Özünlerini besmeyinler! Yurttaşlar! Bu kısım o çarvısının öldürülgenliği biz azatlık armiye bile münasibetsiz. Bu işte bireylen kasten bizge töhmet çaplamak için buluvatıdı. Yana degidek nemi kep kaldı, ha? Degen gepinglarning hammasi yolg'on. Bizga mol chorvalaringlarni to'niveringlar deganlar bu bir qiltaq. Ular hammamizni o'ldirib etmoqchi. Qotillarni mushular. Unda emas, ben çöndürem. Kur'an'ı çür! Kur'an'ı çür! Kur'an'ı çür demen! Azatlık armiye adam öldürdüğüne buldu. Azatlık armiye adam öldürdüğüne buldu. Kulağını tartış! Nevruz degan, sen mi? Qaltis qap berakni mikansan ha? Ammani to'plan ko'tarmoqchi mi? Kelinglar. Uni tutinglar. To'xta! To'xta! Ma'un hakim Bekri. Biz xohlagancha odam tutsak bo'lmaydi. Buning ichida cho'qib fuqishmaslik bor. Nevruz, sizdan o'tinay. Biz o'ldirib, chiroyli paranglashayli bo'landi. Bizda paranglashqida gapimiz yo'q. Paranglashqida ish yo'q. Gapimni anlanglar. To'xtanglar. İmam Hakunum geldi. Nima ish bo'ldi? Hammasi shular, hammasi mushular. Ularning qo'y kalalarni tunuvilinglar degani bir to'zaqkan. Ular hammamizni o'ldirib etmoqchi. Hürmetli İmam Hakunum. Sizlarga tushuntirishimga ijozat bergaylar. Bizga hukmronlik qiluvchi Yangpayjan. Ularga yo'qolgan qo'y kallaringlarni tunilinglar dedinglar. Shunday qildik. Biraylan kallasini ep ketibdi, lekin u o'ldirildi. Ha, shunday bo'ldi. Undaqda siz yana nimani tushuntirmoqchi? Hürmetli İmam Hakunum. Bugungi ishni hargiz sabab natija munosabat bilan tushuntirgili bo'lmaydi. Bu qatil haqiqatan u chorvachini o'ldirib etdi. Biroq bu qatil hargizmi biz ozodlik armiyaning odami emas. Bu gaplardan hammasi yolg'on. Yurttaşlar! Yurttaşlar! Nevruz. Qeyrindaşlar! Yurttaşlar! Uyinglarga qaytinglar. Uyga qaytib, nashtani obdan qilib, o'z ishinglarni qilinglar. O'yli aramlaringlarni tozalab, Allohdan madad tilab, duo qilinglar. Hurmatli imom xonim, bugungi o'chmanlikni unutib qolmayman. Acaba biz tojiklar mushundoq bo'lsak bo'laveramizmi? Nevruz, gap angla. Tojiklar hargiz tugab ketmasligi kerak. Alloh hargiz hammanglarni hayotdan mahrum qilmaydi. Uyinglarga qaytinglar. Jamoat, imom xonimning gapini anglaylik. Hozircha qaytib ketaylik. O'yla aramlaringlarni tozalanglar, ammo bugungi qissasi unutib qolmaylik. Hürmetli İmam Hakunum. O'zlariga ko'p rahmat. Bizga yana bir maydon ig'ir mojironi besiqtirib berdilar. Mening faqat qon to'kildigan ishlarni ko'rgim yo'q. Uning sizmi bechar puhrolar baloyi qazo ham jafo mushaqqat azobini tortyotidi. İmam Hakunum xotirjam bo'lsinlar. Biz degan xalqning qo'shini. Biz hargiz puhrolar qirib o'q chiqolmaymiz. Yangpayjan, miltiq sizlarning qo'linglarda. Sizlar nima desanglar bo'laverdi. Siz doim ozodlik armiya xalqning qo'shini deytdingiz-ku. Ha, Sizdan o'tinay, endi yana qon to'kilmasin. biz cho'qim esimizni tutamiz. Yangpayjan, bu yerda xizmat ishlamak haqiqatan tas o'xshaydi.
Bu qitim iliq chorvachining o'ltirilishi nimani tushundirdi? Demak, bizning ho'sharligimiz yuqori emaskan. Chorvachining kalasini to'nib olganligi biz uchun to'limi yaxshi ish emasmidi? Hozir mushu yerda har biringlarni ogohlantirmanki, bundan keyin biz har qanday ishni puxta o'ylanib, ondan qilaylik. Bu qitimqi ash chorvachining o'ltirilishi orqali biz shuni ko'rib oladikki, bu kichik shaharning xilvat joylariga nurg'un dushmanlar yo'shiringan. Ular har qachon, har vaqt bizni halok qilishni umid qiladi. Ularning har bir suiqasdini kayniga yo'shirilgan maqsad birla. U bo'lsa bizning qo'limizdan taharni tortib olmoqchi. Shundaqla bizning qo'limizdan tek qurilg'ini uzun bo'lmagan yangi jo'ngoni tortib olmoqchi. Tayjon, menimcha biz bir qadam tozalash harakati olib boraylik. Shu yushirni olgan jazodan ishpiyonlarni qizib chiqaylik. Qazamdiq. Qanday qazimiz? Biz ochiqchilikda ular xilvat tursa, biz burundilla amini harakatlantirishga tayinib kelgan edik. Biroq bu yerda bu amal asqatmadi. Ammo bizni dushman o'rnida ko'ryapti. Hatto bizga ishpiyonlarni bek o'chlik qilyapti. Ahvol bu shunday bo'lgan sari biz sinoqqa shuncha bardosh berishimiz kerak. Bizning hozirgi ahvolimiz nihoyatda jiddiy. Vazifamiz bek mushkul. Sirtda Majanjonning qo'shini bor. Ikki jihatda yo'shinib olgan josuslar bor. Atrofda haqiqiy ahvolni bilmay oldini yurgan nurg'un omma bor. Bu ahvol yolg'iz bizga emas, balki dushmanga besh qo'ldek ayon. Ularning kayni-kaynidan qalayimqanchilik tug'dirib bizni parakanda qilishidan shu narsa ma'lumki, ular cho'qim texmi cho'ng bir suiqasdni planlayotdi. Shunga har birimiz ho'sharligimizni yanama o'stiraylik. Ammoning bizni qanday xato tushunishidan, shundaqla qanchalik uvochlik tortishimizdan qat'iy nazar biz hammaga bardoshlik beraylik. Chidaylik. Biz cho'qim kishilarning qalbining maylig'ini qo'lga keltirishda ching turaylik. Ammo bilan aloqa bog'lashda ching turaylik. Chunki biz xalqning armiyasi. Biz jazman ularni o'zimizdan ular o'ylagandek alvostala qo'shini emasligimizga ishontirishimiz kerak. Biz cho'qim armiya xalq bir oila kishilar bo'la oladigan munosabatda turg'izishimiz, har vaqt bir maydon kaskin jang qilish tayyor turishimiz, o'zimizning issiq qinimiz ham hayotimiz bilan taharni, shundaqla qizillik purkangan zaminimizni qo'g'dishimiz kerak. Bek, to'g'ri aytibsiz. Ular kalalarni o'ltirmagini bilan odamlarni o'ltirdi ekan. Navruz, bek ehtiyot qiling, Juma. Ular sizni hargiz bo'sh qo'yib etmaydi. Tog'a, men yordamlashay. Balam, yaringizda saqaymidi. Saqayganda bir gap bo'la. Tayjon, diqqat qildingizmi? Haliqin Navruz Qanday o'ylayapsan? Qani deb baqay. ikkili qatimdagi majroda qudratlilik qilganmi? Shu. Boshlamchi bo'lib qism shtabiga besib kirganmi? Dal shu. Bu Navruz bo'sh odam emaskan. Qanday bo'sh emaskan? Sen uning tigtakdan iniqlab baqdingmi? Bu Navruz dadisi Niyoz bilan birga turadi ekan. Bu yil 26 yosh. Bu yerdagi nomi chiqqan tojik yigit ekan. 18 yoshidan tortib, u da 8 yil o'g'loq tortish chempioni bo'lib kelib o'tibdi. Bu tojiklar ot ustidagi haqiqiy qahramonga cho'qinadi. Shu Navruzning hammasi gap o'tadi ekan. Deydiganim yana shu gap. Qaysi gap? O'g'ri tutsang, cho'ngini tut. O'g'ri tutsang, cho'ngini tut. Bu gapni men kichik chig'imda dadamdan anglagan edim. O'qni yiroqqa atay desang, kirichini cho'ntat, raqibingni yiqitay desang, avval etini at, o'g'rini tutay desang, yana cho'ngini tut deb ekan. Navruzning jidal terig'ini yomon ish degilim bo'lmaydi. Yana bir jihatdan aytganda, agar biz uning xizmatini yaxshi ishlasaklar, bizning chorvachilar bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshilanadi. Kirishimga ijozatmi? Qizchaq. Bu Navruzning uyi shumi emasmi? Navruz, siz nima keldingiz? Sizlarning qo'y kalanglar yo'qolganmi yo'q?
Shuni so'rab boqay deb keldim. Yo'qolgan bo'lsa, nimishqa ip ketkili bormaysiz? Olvastining gapiga hech kim ishonmaydi. Ko'zimdan yo'qiling. Navruz, Kishilardan anglasam, siz mush tavadagi donliq o'g'loq tortish moyiri. Ham tojiklarning qahramoni ekansiz. Biroq o'ylamabdimanki, siz ozodlik armiyadan qo'rqib o'lishga jur'at qilmayapsiz. Tova, mush ahvolda mo qahramonlikdan so'z qilib bo'lsin bu. To'xtab turing. Qo'y qalalar ras bizning. Epkasam keldim. Men sizlarning hamma tojiklarni qirib tugititalaydiganlarga ishonmayman. Sizlar jazman do'zaxga kirsizlar. To'g'ri dedingiz. Tabiiy ishni qilganlar. Shundaqlar tog' ig'izdagi fojiani paydo qilganlar cho'qim siz degan yiliqi do'zaxga tushdi. Qandoq? Berib qo'y qalallaringizni akila olamsiz. Yurtdoshlar, kiringlar. Qo'y qalallaringlarni turib olib ketinglar, ha? Chapsa kiringlar. Mollaringlarni to'laydiringlar, ha? Hey, yana qarab tursizlar-ku. Hammanglar kiraveringlar. O'zinglarning qo'y kalalari bor, aketmamsa. Hammanglar ketinglar, tez bo'linglar. Bu bir top qo'y kalapatiga sal qaramadinglar. Bu bizning 10 yillik uzun safarimizning tunji qadami. Cümle baş! Başlanğanı ben tez oketmisin! Hey! Ben şırak düşkemem la! Aldırma cümle. Beycan. Ah. Qandoq? Eliqi jo'yi uchun ochliq e'lon qilmaganda. Uchu, hammadan xeyr ekan. Azlı millat arasida kibrim bor ekan degan. Boshqa asrlar yeydigan narsa bo'lsa, uning qismi ekan. Uningga necha qatim tarbiya berdik. Siyosatni tushuntirdik. Hamma odamning barobarligi to'g'riliq ko'p so'zladik. Biroq bu yana shundoq. Karvatga chiqsa bir paypog'ini soldirib qo'ydi. Tushsa bir oyog'ini kiygizib qo'ydi. Ochiq xili yomon ekan. Hadislar odam tillaydi degan. Qon bilan kirgan qo'y jon bilan chiqadi emasmi? Onunğa tarbiya berish oson bo'ladigan bo'lsa, asrlar xizmatiga seni avatamidim. Ha? Ma! Jo'yishim. Yayım için tonum sen. Burun daim bu yay kelib oshpozilga kirib aroq ichdim. Shunga bu yerliklarning hammasi ko'zimga tunish ko'rinadi. Faqat tunishlar emas bu. Xizi, Sho'ja, men bilan yuringlar. Ma, sizma. Oturinglar. Meni o'ldirmanglar. Ismon nima? Ko'miyam. Sendan boshqa bu yerga yo'shiringan yana qanchalik odam bor? Uqmayman, bilmayman. Men degan bir choparman shu. Sening vazifang nima? Uqmayman. Meni rahbarlik o'rinlashtirgan. Sening rahbaring kim? Sizlar o'ltirib o'tgan hiyliqi ablah shu.
Rast gap qilmadan shundaqmi? Aytib ola. Hop. Yo'q. Men deb beray. Meni go'mindangchilar majburiy askarlik tutib kelgan. Men hech qanday ish qilmadim. Sizlar bu yerga zodi qanchalik odam yo'shirindinglar? Bilmayman. Rostini bilmayman. Hammamiz fuqarolarning ortig'i tarqalib ketgan tursak, ularning nega yo'shirilganini men nedim bilay. Uning ustiga sizlar odatda qattiq tekshirsizlar. Shunga biz mu odatda yig'ilib yurmaymiz-da. Yanpaycan, anlasam bir casus tutupsizlar. Muşu ablaq şuma? Çarvıçını sen öldürdün mü? Yo'q, men o'ldirmadim. Rostini men o'ldirmadim. Kimning o'ldirganligini men bilmayman. Yanpaycan, menimcha uni jamoatning oldida itiytayli. Birinchidan fuqarolarning qisasi elinadi. Ikkinchidan amaliyotni oydinlashtirib olg'ili bo'ladi. Uchinchidan mushu ish bilan dushmanni cho'chitib qo'yg'ili bo'ladi. Yanpaycan, siz degan kommunistlarning o'pit surug'i, ha? Men degan yaxshi odamchimu? Ular meni majburiy askarlikka tutib olgan. Men faqat bir askar shu. Sizlarning boshlig'inglar kim? Men faqat yoshiringan bir boshliqni bilaman. Uni lochin deyishidi. Ras, uni bomba saqal deydi. Onu ipmenglar. Sizlar nima qilmoqchi? Bak, men nima qilasizlar? Sizlar nima qilmoqchi? Qo'yib etish. Meni qo'yib etinglar. Bana, dadamni qo'yib etish. Sen mamam. Navruz, Meni qo'yib et. Lüfan. Bu milliy boshlang'ich maktabda dars boshlaganda siz ma'lum bo'lasiz qachon? uni sinatayin, doktorxona qanday qilaman? Yufang, Ha? voy, Jifang borganda. Nima bo'ldi? Yufang, qarab yiqna. Beligim boya mashq qilgan qayrilib ketdi. Qanday qayrilib ketdi? Voyja, Bu yer og'rimdi. og'riydi. Bu yerchi. Og'riydi. Bu yerchi. Og'riydi. Bu ham og'riydi. Bu ya. Hey, Ben canmış dahi. Yalğan ahır bağımni. kim yalga og'ribdi? Men Rasululloh. Hey. Qara. Endi Rasululloh og'rimidi? Doktor usta bo'lsa, nima degan yaxshi, ha? Sizlar ishinglarni qilaveringlar. Ish bo'lsa chaqiringlar, ha? Lüfan'ı yaxshi ko'rgan senda. Sen nimani bilassan? Sen bilmaysan. Lüfan'ın yaxshi ko'rgan odam bor, shtab maslahatchisi. Sana o'zi deb berganmidi? U shtab maslahatchisi Lüfan'a doim xat yozdi. Men necha qatim uning xatini olib bergan. Odamlarni qo'yib bersin. Yastağa! Bana neyme? Yastağa! Ulan oldu. Navruz! Jifang, tez bo'l. Sen verib payjong'i degin. Tez bor. Ma'qul. Niyoz tog'a. Bekhakim. Bu neymiş? Jo'mena deyishcha, ilk jasuslarning boshlig'i saqolliqkan. Men shahardagi saqolliq odamlarning hammasini tutib keldim. Jo'men bir-birlab ko'rib baqsin. O jasusni tutolmaydiganimga ishonmayman. Bekhakim. Siz soqolni josus tutishga asos qo'ysangiz qanday bo'ladi? Rinbanjang. Amsi etinga jasus tutishdan nimani asos qilg'uliq? Shpionning eg'iz iqrori bilan to'nib berishi asos bo'lanmamdikan? Bekhakim. Bunda qilsangiz biz bilan Amotorskiy ziddiyatni keskinlashtirayotgan bo'lmamsiz?
Bizning xizmatimizga bunda baho bersangiz qanday bo'ladi? nima ish bo'ldi? Yangpayjon, Bakri akam, bo'ldi ishlim deyman. Darhol qo'yib o'ting. qo'yib o'tamdiq. Yangpayjon, jasus cho'qim mushularning orasida. Darhol qo'yib o'ting. Yangpayjon, hech bo'lmaganda hiliqi ishpiyon kelib tonib boqmasinmi? Shu chaqda qo'yib bersekmi? Kechikmaymiz-ku. Ular hargiz 突发这伤不着他们。可你伤的是他们的心。把枪都放下，放下！ Qarindoshlar, kechiringlar. Xizmatimizdagi savallik tufaylidan sizlarni cho'yishtirib o'tdik. Afv qilinglar. Kechiringlar. Bu mening 3-chi qitim sizlar ozodlik armiyaga bo'lsak bo'lishim. Navro'z. Niyaz aka. Bu qitim haqiqatan biz xato qildik. Qasam qilamanki, ammo bir kuni sizlar albatta jazoyinglarni tatmay qolmaysizlar. Yuringlar. Qaytib ketaylik, yuringlar. Navruz. Niyaz tag'a. Hammanglar uyinglar qaytinglar. Qaytib ketaylik. Yuringlar, yuringlar. Bu qitim muavin hokim Bakri tashkilining muzokarasi ham qaroridan o'tkazmay turib, o'z ixtiyoricha odam tutib, ommaning orasida noyat yomon ta'sir paydo qildi. Siz o'zingizni tekshirishingiz kerak. men qoyil emas, odamlarni tutib akilib bo'lgan. So'roq qilsaqla jasusni topalaydik-ku. Men kelayotganimda fuqarolarning ustimizda nimalarni deyishayotganini bilamsiz. Ular kompartiya jallodlik qilichini qo'liga ilib, odam o'ldirishga boshladi deyapti. Bakri, siz yerlik omma bilan ozodlik armiyani qarshilashtiradigan bunday ishni qilsangiz qandoq bo'ladi? Bunday qilganingizdan hech kimga foydasi yo'q. Men o'zimga shundaqla tashkilga vakolatan yo'ldosh Bakrining qaramliq bilan qilgan ishini qattiq tanqid qilaman. Biz milliy rahbariy kadr bo'lgan ekanmiz. Millatlar xizmatining muhimligini bilishimiz kerak. Saqal bir qo'ygan uchunla odam tutsangiz bu to'limi bemanlik bo'lmamdi. Buning oqibatini nihoyat og'ir bo'ladi-da. Yo'ldoshlar, meningcha fuqarolar endi ozodlik armiyamizga hargiz ishonmaydi. Shundaqla bizning noyil xalq hukumatimizga ishonmaydi. Endi bunday xizmatlarni qanday ishlaymiz? Meni xira. Men bak oldirab ketibdiman. Biroq men aslida yaxshi niyat bilan shunda qilgan. Jasus tutayli debdikanman. Tashkilning muzokarasi ham qaroridan o'tmagan ishni har qanday odam o'z ixtiyoricha ijro qilsa bo'lmaydi. Bakri, sizmi bu ishdan ibrat olg'aysiz? Boshqa yo'ldoshlarmi bu ishdan saboq olinglar. Niyaz taqa. Navruz inim. Bir muncha yurtdoshlarım bor ekansizlar. Sizlar nega mangdinglar? Ko'chib ketyapmiz. Ko'chib ketyapsizlar? Sizlar shuncha ko'p odam nega ko'chisizlar? Sizdan koringiz bo'lmasin. Nerturing? Navruz inim. Sizlar xohlagancha ko'chsanglar bo'lmaydi. Yaxshi qaytib ketinglar, ha? Qanday qiyinchilik bo'lsa, noyillik partikomni izlanglar. Hal qilishga tegishli ish bo'lsa, hukumat izlanglar, shular qilmamdi. Bizga undaq noyillik partikom deganlaringizni pesh qilmang. Nerturing? Bizni mang'ilib qo'ying. Yurtdoshlar! Oldirmay turinglar! Yurtdoshlar, tahir qilinglar! Yana sizkensiz-ku. Mening endi yolg'on yovdaq gaplaringizda onglig'im yo'q. Yaxshi, siz nerturing? Çarvıçı qarindoshlar. Sizlarning yurtni tashlab ketish qaroriga kelganinglar qanday sabab bo'lishidan qat'iy nazar. Faqatla mening xizmatni yaxshi ishlamaganligimdan bo'ldi. Bu mening xatoligim. Men hozir sizlarga namaqul bo'lay. Çarvıçı qarindoshlar. Kompartiyaning xalq ozodlik armiyasining tahoriga kelishdagi maqsadi ba'zilar degandek undaq emas. Bizning bu yerga kelishdagi eng muhim vazifamiz sizlarning xotirjam turmush kechirishinglarga kafolatlik qilish ham texmi bayashab turmush sharoitiga ega qilish. Sizlar hozir kompartiya va mavzuning rahbarligidagi yangi jungoda yashayapsizlar. Biroq majanjondagi odamlar o'zining uturug'ini tanbamayotdi.
Aranglarga çokum, casuslarını yoşurup koydu. Ular her vakit bizden Kompartiya Azatlık Armiyası bilen yerlik çarvıç kırındaşlarının münasebetini bozup bölgünçilik söylep, halayım kayçılık payda kılıvatıdı. Bu yerdeki muzdağlar, bu yerdeki yaylaklar, muş etraftaki hemmi cay, sizlerinin ecdatlarınla yaşığa yerler. Böyle ben, sizlerimi bu yerden ketişini halımaysizler. Ben bu sizlerge okşaş, neminin tuprak, neminin öz yurt ikenligini bilemem. Öz yurtudun ayrılışından teşvikini tekim obdan bilemem. Böyle ben, nurgullarınla bu yerden ayrılışını halımaysizler. Fakat amalsızlıktan beni vatsızlar. Sizlerge karab, ata anamni, akı ufka, ağaç sınırlarımni kögendek boluvatım ben. Sizler ketsanlar, könglim pek yerim boludu. Şuna sizlerden ötüney ki, bana bir mezgil vakit veranlar. Ben çokum aşık koy terisiga ornavagan böre iş casuslarının hemmisini tutup çıkıp, sizlerge obdan bir cevap verimen. Mening niyetim yaxshi mı, yaman mı? Nahayet tezli düşünüp kalasılar.